Qalb olimlarning parvardigori ulug' Allohni to'nigan siri shundoq bir kuchga ega bo'ladi-ki, o'zini har vaqt, har yerda bexatar his qiladigan, hech bir narsadan qo'rqmaydigan va ansirmaydigan bo'ladi. Chunki Allohni to'nigan mu'min qayerga bormasin, borgan yerida Rabbini topa oladi. O'zi yolg'iz cho'l jazirida qolsa-mo, umidini yo'qotib, mening holim endi nima bo'ladi demaydi. O'zini notonish bir davlatda emas, eng yaqin do'stiga tava bir yerda yashayotganligini biladi. Har vaqt o'zini uning ko'rib turadiganligiga ishonadi. Rabbining katta qudrati bilan qo'g'dilayotganligini ko'radi va cheksiz rahmati bilan himoyasiga ilinganligini his qiladi. Hayotidagi har bir taraqqiyotining farishtalarning duosi bilan rivojlanayotganligini his qiladi. Atrofidagi yangiliklar bilan tanishib, o'zlashidi va ularning tasbihiga ovoz qo'shadi. Subhanalloh, Allohu akbar deydi. Tasbih aytib, Allohni ko'p zikr qilgan siri qalbidagi yolg'izlik qo'rqinchisi ko'tarilib, andishlarini unutib ketadi. Hayotida uchirgan bütün qiyinchiliklarni Allohga bo'lgan iymoni, sevgisi va tavakkuli orqali yengib chiqadi. Ulug' Alloh Hazrati Ibrohim alayhisalomga Ka'bani bino qildirish uchun uni ayoli Hajar bilan quchoqda bo'lgan o'g'lini shu yerga olib berishga buyruq qiladi. Ibrohim alayhisalom buyruqni olibla yo'lga chiqadi. Jibril alayhisalom Ibrohim alayhisalomga Makkaga kelganga qadar yo'lboshchi bo'ladi. O zamonlarda Makkada hech qanday bir inson va suv yo'q bo'lib, atrofi tog'lar bilan o'ralgan qup-quruq bir cho'l edi. Hazrati Ibrohim alayhisalom ayoli Hajar bilan o'g'lini ko'rsatilgan yerda qoldirib, Shamga qaytish uchun tamshilayotganda, ayoli Hajar: "Ey Ibrohim, bizni bu suvsiz, qaqas cho'llikda qoldirib qayerga ketyapsan?" deb so'raydi. Hazrati Ibrohim alayhisalom gap qilmaydi. Ayoli Hajar qayta so'raydi. Hazrati Ibrohim alayhisalom yana gap qilmaydi. Ondan Hazrati Hajar onamiz: "Ey Ibrohim, seni mushundoq qilishga Alloh buyurdimi?" deb so'raydi. Ibrohim alayhisalom: "Shundoq, Alloh buyurdi" deb javob berdi. Hazrati Hajar: "Undoq bo's ketgan. Men Allohga taslim bo'ldim. Uning hukmiga rozi bo'ldim. Uning meni zoyi qilmaydiganligiga va qo'g'daydiganligiga ishonaman" deydi. Hazrati Ibrohim alayhisalom orqasiga qaramasdan qaytib ketdi. Ko'z qarchiqidek suydigan jonjigar o'g'li va suyumlik ayolini bu yerda qoldirib ketish haqiqatan oson emas edi. Ammo u bir payg'ambar bo'lish sifati bilan bu ilohiy buyruqqa bo'ysunmasa bo'lmaydi. Shunda qilib, qalbi iymon bilan to'yingan bu ana kichik o'g'li bilan cho'l jazirida yolg'iz qolgan edi. Yenida ishkudek bir to'limda suv va ozg'ina xurmala bor edi. Uzoq o'tmay o'mi tugadi. Kichik Ismoilning qo'rsiqi ichib yig'lashga boshlaydi-da, Hazrati Hajar shu hamon suv izlashga boshlaydi. O'zimi qo'rsiq to'yg'idek tomoq yemaganligi uchun sut kelmagan edi. Shuning bilan yon tarafdagi Safa teg'ining yeniga kelib, tog'ning ustiga chiqib atrofga qaragan bo'lsa-mu, hech qanday bir narsa ko'rmagan edi. Ondan yana suv izlash uchun Marva teg'iga qarab mangdi. Yiroqdan kichik o'g'lining yig'lagan ovozi anglanib turardi. Balasining yig'i ovozini anglagan siri chorasizlikdan ichi siyirlatdi va o'g'lining mushundoqli o'lib ketishidan qo'rqatdi. Hazrati Hajar suv topamagandan keyin umidini uzib o'g'lining yeniga qaytib keldi. Kichik Ismoil ochliqdan to'xtamay yig'laydi. Ismoil ochliqdan putlarini qumga urvatadi. Qiyinchilik eng yuqori pallaga chiqqan bo'lsa-mu, Hajar Allohdan umid uzmaslik bilan birga Safa va Marva teg'i o'ttirsida bir qancha qatim suv izlab yugurish orqali sababni qo'ldan bermadi. Atrofda inson ko'rinmaydi. Shu vaqtda Ismoilning puti ostidan bulduqlab süp-süzük suv chiqishga boshladi. Hazrati Hajar to'limiga suv to'ldirdi. Ondan suvning eqib ketmaslik uchun atrofiga to'pi yig'ib to'sma yasashga boshladi. Suv endi atrofga teshib ketmasdan chiqqan yeridan qaynashga boshlagan edi.
Ana shundaq Allohning yordami doim biz o'ylamagan va biz izlagan yerdan boshqa yerdan keladi. Bu Allohning bizni xursand qilishi va yordamning faqat Alloh tarafidan keladiganligini bildirish uchundir. Hazrati Hajar bu barakatli suvni ichgandan keyin süt kelishga boshladi va o'g'li Ismoilni emitdi. Hazrati Hajar suvni ichgandan keyin ulug' Allohga shukr qilib, Allohning o'rinlashtirishiga, buyrug'iga rozi bo'ldi. Hazrati Ibrohim alayhissalom bo'lsa, eng oxirida kelib, o'g'li Ismoil alayhissalom bilan Ka'bani qurib chiqdi. Ey qarindishim, Alloh degan kishini Alloh zoyi qilmaydi. Onunga bütün vücudu bilan taslim bo'lgan kishi omonlik ichida bo'ladi. Allohga ishongan kishi Allohning alohida yordamiga musharraf bo'ladi. Hargiz mu yordamsiz, yolg'iz tashlab qo'yilmaydi. Mehr shafqatlik ulug' Allohdan boshqa yana yaxshiroq qaysi do'st bor deysiz? Alloh bir bandasini yaxshi ko'rgan siri, uningga farishtalarni, hayvonlarni va uningdan boshqa nurg'un narsalarni uning uchun xizmat qildirdi. Banda Allohning buyrug'iga bo'ysunib, itoatini davomlashtirsa, aslo xorlik qilmaydi. İbrahim alayhissalom bilan Hajar onamiz faqat Allohning buyrug'iga bo'ysundi. Bütün vücudu bilan Rabbiga taslim bo'ldi. Oxirida dunyo va oxiratning sharofatiga nail bo'ldi. Bu qonuniyat har zamondagi har qanday banda uchun kuchga egadir. Hozirgi insonlar huzurni dunyoning zibu-zinnatlaridan, amillikni bo'lsa, boylikdan, sharafni insonlardan izlaydi. Bu dunyoda insonni buningdan ortiq mag'lubiyatga boshlaydigan yo'l bo'lmasa kerak. Chunki o'lib ketadigan biriga bütün vücudu bilan oshiq bo'lish orqali o'zini bog'lash, mashqining o'lib ketishi bilan oxirlashib qoladi. Shuning bilan o'zini bütün hayotini yo'qotgandek, yolg'iz his qilishga majbur bo'lib qoladi. Shuning uchun inson ma'naviy rishtini o'lib ketadiganlarga emas, mangu o'lmaydiganlarga qurishi va o'limni yaratgan zotga iymon etib taslim bo'lish kerakdir. Mangu o'lmaydigan birdan bir oshiq bo'lishga tegishli zot Allohdir. O'lib ketmaydigan, mangu hayot turadigan Allohdan boshqa oshiq bo'lishga arziydigan yana kim bor deysiz? Qani, tizdan Rabbingiz tarafga yuzlanish uchun harakatga keling. Siz o'z majburiyatingizni to'liq ado qilib, Allohga taslim bo'lsangiz, ulug' Alloh cheksiz qudratini shundoq bir namoyon qiladi-ki, bütün bo'lmagan ishlar bo'ladi. Allohning qudratidan aqllar hayron qoladi. Qarab beqing. Rabbimiz bu to'g'risida Qur'on Karimda nima deydi? Kim Allohga ishonsa, Alloh uningga yetar. Shubhisizki, ulug' Alloh har ishni o'z o'rniga keltirgichidir. Bu anglayotganingiz bir cho'chak emas, balki minglarcha haqiqatdan bir tomchidir xolos. Hargiz qiyin demang. Sizga qiyin kelganlari shu qiyinligi bilan sizning imtihoningiz bo'lsin. Qiyin bo'lsinki, qimmati bo'lsin. Siz Ibrohim, Yunus, Yusufga o'xshash ishining. Yetarki siz ishonsangizlar, Alloh sizni yolqinlab kuyayotgan o'tning ichida, qorong'u quduqlarda, hatto beliqning qarnida bo'lsangizmi sizni aslo yolg'iz tashlab qo'ymaydi. Bo'lmaydi demang. Duo qiling. Aldirmang, sabr qiling. Isyon qilmang, shukr qiling. Shuningga ishiningki, Rabbingiz bo'l degan bo'lsa, albatta bo'ladi.